Ozoda Nursaidova 18-19 yoshli yigitlar unga sevgi izhor qilayotgani va sevgan insoni borligini ma'lum qildi. Assalomu alaykum. Kanalimizni birinchi bor ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoga like bosishni, izohlarda esa o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmang. Deyarli 30 yildan beri san'atda bo'lsam, biror marotaba shaxsiy hayotim haqidagi savollarga javob bermaganman. Bu mening prinsipim. Unga amal qiladigan odamman. Shaxsiy hayot mavzusini yoqtirmayman. Men ham oddiy odamman, hech qanday haybatim yo'q. Men ham shaxsiy hayot, baxt xohlayman. Yashirganim sari ko'p uydirma gaplar chiqyapti. Haligacha uyimga sovchilar keladi. Onalar o'g'illarini sizga uylantiraman deb olib kelishadi. Uyat bormi uyat? 18-19 yoshli yigitlar sizni yaxshi ko'raman, uylanaman deb yozishadi. Jinni emasman-ku sevgiga ishonsam deyman. Ahmoqgarchilik bu. Aytishga majbur bo'lyapman. Muxlis bo'lib sevsa ishonaman. Mening yaxshi ko'rgan odamim bor. Menga sovchi qo'ymang, uyimga kelmang, xat yozmang. Odam jo'natmang iltimos. Tinch qo'yinglar meni, deydi Ozoda Nursaidova.